Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar va o'rganuvchilar. Mana men sizlarga 1 daqiqa Word dasturida ramka qo'yish va stranitsani qog'ozga va orqa foniga rang qo'yishni o'rgataman. Qani ketdik. Bu uchun biz Word dasturini ochamiz. Word dasturida ko'rib turganimizdek turli xil interface menyular mavjud. Fayl, glan, ovqatda menyular bo'lgani kabi bunda ham fayl, glavniy, vstavka, dizayn o'zining funksiyalari mavjud. Inson tanasiga moslashtirib olsak, inson tanasini ham qo'lini o'zini vazifasi bor. Bosh, miya, yurak o'zining vazifasi bo'lgani kabi Word dasturini ham tirik deb tasavvur qilsak, mana shu jarayonda biz uning turli xil funksiyalarni ko'rishimiz mumkin. Bizlar bugun foydalanmoqchi bo'lgan bo'lim bu dizayn bo'limi. Dizayn bo'limidan granisi stranitsa bo'limini tanlaymiz va uni ramka ko'rib turibmiz. Ramkani belgilab o'zimizga kerakli razmerdan, ya'ni 3 pikselda tanladik va oq tugmasini bosdik. Mana ko'ryapmizki, ramka tayyor bo'ldi. Endi yana bir keyingi usul mana bunaqa ramkalarni ham qo'llashimiz mumkin. Chiziqcha yoki bo'lmasam bu neobычный stilda ko'rishimiz mumkin. Mana yangi yil yaqinlashayotgani sababli bizlar archani tanlab bunaqa ramkadan ham foydalansak bo'ladi. Lekin e'tiborimizni bunaqa ishlarga qaratmagan holda buni netga o'zgartirib qo'yamiz. Yana orqa qaytarish uchun va ko'ryapmizki 0.5 da turibdi. Buni bizlar o'zimizga kerakli o'lchamda tanlab olamiz. Bizga 2.25 o'lchamdagi ramka kerak bo'ldi. Mana ko'ryapmizki, endi qidiruv tizimiga kiramiz. Men bu yerda belgilab qo'yganman. Qidiruv tizimida misol uchun Amir Temurni kerakli qismini kopirovat qilib olamiz, ya'ni tekst qismini. Mana kopirovat va uni Word dasturiga kelib Ctrl V tugmasi orqali joylashtiramiz. Uni yaxshilab joylashtirish uchun bu qismiga o'tkazib qo'ysak juda ham mubolag'a bo'lmaydi. Ctrl A bilan belgilab olib, glavniy menyusidan buni kerakli o'lchamga o'zimizga 14 razmerga va Times New Romanga o'zgartiramiz. Va sheriflar har bitta so'z orasidagi masofani 1.5 ga to'g'irlab qo'yamiz. Ko'ryapmizki, men bu yerda bu shakldagi birikuvchilar ham paydo bo'ldi. Bu narsalarni keyingi darsda o'chirishni ko'rsatib beraman. Hozir o'rganmoqchi bo'lgan narsa dizayn bo'limidan orqa fonga rang berishni ko'rib chiqamiz. Mana ko'ryapmizki, turli xil ranglarni ko'rishimiz mumkin. O'zimizga yoqqan rangni tanlab, bu yerdan tanlab olamiz. Bugungi darsimiz yetarli. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.